Oilamga, oilasiga osilsak, xotinini olib qo'ysak, kompaniyasini sottirib olsak, olib qo'ysak, mol-mulkini tortib olsak, bu Qur'on degan yo'lidan qaytadi deb o'zlaringcha o'ylading. Birorta ham tadbiring ish bermadi-yu. Birorta ham senlarning makrlaring birortasi ham ish bermadi-yu. Allohning la'nati bo'lsin senlarga. Shu Sodiq Samarqandiyga ham, senga ham, seni zurriyotlaringga ham Allohning la'nati bo'lsin. Senga ergashayotgan o ko'r muridlarga, seni qo'llab-quvvatlayotgan hamma o'zbekka kimki meni hajr qilgan bo'lsa, kofir deyotgan bo'lsa, hammasiga Allohning la'nati bo'lsin. Allohning la'nati zurriyotlariga ham bo'lsin ularni. Senlarni va senga ergashganlarni hammasini oila-yu, zurriyot-yu, avlod ajdodlariga Allohning la'nati bo'lsin. Chunki senlar menga tuhmat qilishding. Men musulmon holimda meni kofirga chiqarishding. Buni Alloh ko'rib turibdi. Albatta Alloh hisob-kitob qiladi inshaalloh. Adolat qiladi Alloh. Xor bo'lasanlar hali. Rahmatulloh. Tinmasdan gapiryapsan. Sahih hadisda olmaydigan odam kofir deyapsan. Sahih hadisda olmayman deyishlik bu kofirlikka yetadi dalil deyapsan. Dalil deyapsan-u, dalilni matnini o'qib eshittirmayapsan. Alboniyni mana bu kitobida manaqa sharhda manaqa keladi deb turib o'qib berishing kerak. Sen bu yoqdagi odamlarni lo'x deb o'ylayapsanmi? Birorta ham dalil keltirgan yo'qsan. Agar dalil keltirsang, Qur'ondan dalil keltir. Sahih hadisda olmagan inson kofir bo'ladi degan bir oyat keltir. Qo'lingdan kelsa agar, hargiz keltira olmaysan. Topib olganing shu yaqin 100 yil atrofida yashab o'tgan odamlarning gapini aytyapsan. Utaymiya mana degan, Alboniy buna degan deb fatvolari bor deyapsan. Qani o'sha fatvolarni dalil qilib, hujjat qilib keltirmayapsan o'zingning gapingga. Men gapirayotgan bo'lsam, Allohning kalomidan gapiryapman. Hadisdan gapirayotgan bo'lsam, raqamlarigacha aytib qo'yapman. Qaysi kitob, qaysi hadis aytib qo'yapman. Sen birorta ham dalil keltirganing yo'q. Dalil deyapsan, qani daliling? Dalil keltirmading shu paytgacha. Payg'ambarni haqorat qilgan hadislarni ham olaman deyishim kerakmi senlarga o'sha? Ko'r-ko'rona. Payg'ambarni pedofilga chiqargan 6 yoshli qizga uylangan, Oyshaga uylangan degan hadislarini olishimni xohlayapsan. Bu haqorat, tuhmat Muhammad alayhisalomga. O'zingga o'xshatmagin hammani.